Qizlar, sizlar jishtirib oladigan odam bormi, yo'qmi? Hozir yana sizlarning mar haqida intervyularni ko'rib borku, ochum jomon chiqib ketdi, borku, jomonam ochum chiqib ketdi. $200,000 gelik 5 xonali surat telesizlarmi? Bitta chiqib 50,000 40,000. Otang bir oyga, otang shu seni katta qilgan otang bir oyga 10 million to'mi? Otang 5 million pul to'mi? 5 million pul. Buni miyalarga kelmagan sonda aytjamanglar. Olashaqshaq qo'shib shaq 30 million, 20 million, 40 million. Bittasi dollar dedi, $20,000 dedi. Butun urug' oymog'ini $20,000 ko'rmagan-ku. Tavakkal mana miyang sal ishlatgan, chimchiq miya, qirboqqa kalla. To'g'risida bizlar ham yashaylik qizlar. Bir amallab bitta jintira olsa yoki bo'lmasa bitta kobalt olib, bir amallab olib, endi aylanamizsak, orzuimda jigit $30,000 to'g'ri. Mayli, sizlarga $500,000 gel gapiramiz, xolos. 10 xonali. Faqat sizlar shunga arziysizlarmi? Sizlar shunga yarashamizlar? Sizlar borib oynaga bitlarni bir mana bitlarni bor, uni kraskani chiqarib, shunday biz kraskasiz tabiiy holda bir qarab ko'ringlar o'zlaring. Bitta kirraga ham arzimaysizlar bor-ku. Kirra, eshakning bolasi kirraga ham arzimaysizlar. Men sizlarga aytyapman. Normalni puli bor, normalni erkak bor-ku, sening mo to'kal laqqillagan gapingni shuncha narsa apirib telaman. Tushundilarmi? O'ylab qana, miyalangni bir salgani tirmizlabgina gapiringlar. Tirmizib bosib. To'kal dalshi gaz bosib gapirmay. Menga mumkin ekan deb. Iltimos sizlardan. Dollar nima degani? Dollar kal bosh amaki degan. Chunki uni rasmida bitta amakida uni sochi kal. Xo'p, nega kal? Chunki uni xotini yomon.